Mana bu kalbasa bilan non katta bacham Zokirjona. Rahmat. Mana bu kalbasa bilan non eng kichkina erkak qizim Zubaydaga. Rahmat dadajon. Osh bersin. Dada, o'rtancha farzand odam emasmi? Mengachi? Men sana mana shu nonni ye. Tur ket, narda ye faqat. Yonimda yemaman. Dada, Ha bacham, pul bering, magazinga borib keling. nima qilasan? Marojniyasim keldi. Ha bo'ldi bacham, ebi. 100 ming yetam? Ha, yetar. Men yana 100 ming. Rahmat dada, rahmat. Erkak o'g'limiz. Ebi, erkak qizim nima kerak aka? Shashlik egasim keldi. Shashlik? Ma bacham mana 500 ming so'm borib shashlik yeb keling. Erkak qizim o'zimmi? Dada, magazin bor, zvachka olib kelay. Ma. Ana shu bo'lasan. Tek. Hamsiya, nima gap? Bu ishda kerak emas narsalar bormi? Bor kerak emas narsalar. Shu menga bering, kerak bo'lyapti menga. Hay. Mana bu kerak emas. Mana bolta kerak emas. Mana bu ham kerak emas. Mana bu bacha ham menga kerak emas. Bacha umuman kerak emas. O'rtancha bacha menimcha o'zi hech kimga kerak emas. Menga ham kerak emas bu. Dada, nima bera keldik? Menga qara bacham, sen shu yil o'qishga kirding. Bu yil erkatoy singling ham o'qishga kirish kerak. Shuning uchun Qorako'l Shukronasi xususiy maktabga o'qishga qo'yamiz endi. Bacha sal g'alati emasmi? Bu yerda qizlar uchun alohida yotoqxona, yigitlar uchun alohida yotoqxona. Qizlar uchun alohida tarbiyachi komendant bor. Yigitlar uchun alohida tarbiyachi komendant bor. Bunaqa tarbiyani uyda ham bera olmaysiz. Eng zo'r tarafi bu yerda Qorako'l eng numeraden o'qituvchilar dars beradi. Mana bu Qorako'l Shukronasining 2-filiali. 1-filialdan 30 metr bu yoqda. Bu yerda bor sharoit instituti ham yo'q. Sharoitlar cho'tki. 7 ta fandan dars beradilar. Zo'r ekan dada, mana qarang, shu kichkina ukam hamshira qo'yaylik, o'qisin. O'rtancha farzandmi? Ha. Sen jinlimisan? Sen kontraga o'qishga kirgan, singling ham o'qishga qo'yamiz. Pulni kim topadi? Nima qilamiz unda? Rossiyaga uzatamiz, faqat o'ziga aytmay o'qishga deb uzatib qo'yaramiz.